Gapirib turib oddiygina so'zni eslay olmaysiz. Xonaga nimadir olish uchun kirasiz, lekin nimaga kirganingiz esingizdan chiqib qoladi. Odamlar sizga gapirganda siz ularni eshitasiz, tinglaysiz, lekin miyangizda ma'nosini yig'a olmaysiz. Boshingiz xuddi paxta bilan to'ldirib qo'ygandek, xuddi karat, g'umga o'xshash holat bo'ladi. Diqqatingiz jamlash azobga aylanadi. Mantiqiy fikrlash sekinlashadi, xuddi miya to'xtab muzlab qolgandek. Siz atrofni xuddi xira, kirlangan oynaning orqasidan ko'rayotgandek yoki tuman ichida yurgandek his qilasiz. Atrof xuddi tuman. Ich-ichingizdan esa dahshatli, qo'rquvli fikr keladi. Men aqldan ozyapmanmi? Men xotiram yo'qolyaptimi? Yoki men Alsigermi bo'lib qolyapmanmi? Nima bo'lyapti? degan qo'rqinchli, xavotirli fikrlar. Bu holatda nima qilamiz? Nefrotologga boramiz, aptekalarga borib har xil xotirani yaxshilaydigan, miyaga quvvat bo'ladigan nootroplar, shunga o'xshash dorilarni ichamiz. Lekin bular bizga foyda bermaydi. Bu bizning holatimizni yana ham kuchaytirib yuboradi. To'xtang. Siz aqldan ozmayapsiz. Bu xotira kasalligi emas. Buni tibbiyotda, psixologiyada brain fog, ya'ni tumanli miya deb ataladi. Mana shu atama bilan nomlanadi bu holat. Bu holatda asosiy sababi nima? Siz nevroz, vahima, xavotir holatida juda ko'p yurdingiz va buni natijasida miyangiz quvvati tugayapti. Misol uchun, telefoningiz quvvati 5% dan kam qoladigan bo'lsa, telefoningizda qanaqa holat ro'y beradi? U energiya tejash rejimiga o'tadi va ekranni qoraytiradi, keraksiz funksiya, keraksiz programmalarni o'chiradi, asosiy qo'ng'iroq yoki boshqa narsa uchun ishlashni boshlaydi. Miyangiz ham xuddi shunday. Uni zaryadi qanchalik tugagan sari u mantiqiy fikrlash, diqqatni bir joyga jamlash, ya'ni bularga ko'proq energiya ketadi. Mana shu narsani o'chirib qo'yapti va asosiy qolgan zaxirani, energiyani sizni mana shu holatdan tuzalishingizga bo'lgan harakatga qaratadi. Ya'ni mana shu xavotirli, qo'rqinchli fikrlarga diqqat qaratib, omon qolish rejimida ishlayapti. Ongizligingizning mana shu holatdagi himoya holati dissotsiatsiya deyiladi, ya'ni aloqani uzib qo'yish. Bu himoya zirhidir, ya'ni sizda bo'layotgan mana shu holatni kamroq his qilish uchun, kamroq qo'rqish uchun, kamroq vahima, kamroq belgilarga e'tiborni kamaytirish uchun miya mana shu narsalarni, ya'ni mantiq fikrlash, diqqatni uzib qo'yadi. Va bu holatda sizning xotirangiz pasayadi. Bu dissotsiatsiya holati deb ataladi. Shuning uchun ham hech qanday xotira dorisi, nootroplar, vitaminlar sizga yordam bermaydi. Bu holatda miyangizga qon yetib borishi sekinlashgani yoki osteoxondroz yoki protruziyalaning aloqasi yo'q. Agar sizda nevroz bo'ladigan bo'lsa, bu belgilar sizga bu kasalliklardan davolanish sizga hech qanday yordam bermaydi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l psixoterapiya orqali mana shu miyangizdagi qo'rquv, xavotir yoki mana shu vahimalarni tozalash, ularni to'g'rilash, qayta ishlash. Mana shu natijasida mana shu dissotsiatsiyaga, mana shu tumanga sabab bo'layotgan asosiy sababni biz tozalaganimiz sari bu holat o'z-o'zidan miya yana qaytadan o'sha mantiq fikrlash, diqqatni ulaydi, miya o'z joyiga keladi. Miya tiniqlashadi. Mijozlarimizda xuddi shunday holat bo'ladi, kelgan paytda atrof xuddi oq-qoradek ko'rinadi. Hayot rangsiz. Va ularda qo'rquvlar, xavotirlar ketishni boshlagandan keyin atrof chiroyli ko'rinadi. Atrofdagi o'zgarishlarni bilishni boshlashadi. Uylarida hattoki qilingan remont yoki qandaydir yangi mebel, yangi uskuna nimalardir olishgan bo'lsa, hatto shular ham bilinmagan bo'ladi. Davolash boshlangandan keyin, qo'rquvlar yo'qolishni boshlagandan keyin bu narsalar bilinishni boshlaydi, e'tibor kuchayishni boshlaydi atrofdagi narsalarga. Shunday ekan, psixoterapiya orqali o'z muammolaringizga yechim toping va mana shunday holatlardan qutuling. Psixoterapiyaga yozilish uchun quyidagi raqamlarga Telegram, WhatsApp, Imo yoki qo'ng'iroq yoki SMS orqali murojaat qilishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.